Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Elbek Bu videoda biz sizlar bilan notebookga, kompyuterga, hammasiga qanday qilib DLS o'rnatish va Play Market ochishni ko'rib o'tamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Xo'p do'stlar, birinchi bo'lib bizga brauzer kerak bo'ladi. Brauzerga kirib olamiz. Hamda u yerda qidirishga MCAP Player deb yozamiz. Mana birinchida kelib chiqadi. E'tibor bering yozishga va bu yerda bunisini emas, aynan o'zining shaxsiy saytiga kirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, mana shu ko'rinishda chiqadi sayt. Hozir men ilovani o'rnatganman. Tili ham bor, mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, hozir men bu ilovani o'chirib turaman. Bu yerdan downloadni bosamiz, tugmasini. Va bizda mana 992 gigabaytlik juda ham arzon va bu yerdan ustiga 2 marta bosamiz va yuklashni boshlaydi. Menda yuklangan, menimcha yuklanmasa kerak. Ana yuklanma. Xo'p, mana kirmoqda. Sizlarda ham birinchi yuklanadi. Taxminan 512 megabaytmi shunday yuklanadi. Yuklangandan so'ng sizda shu oyna ochiladi. Aynan shu oyna ochiladi. Bu yerdan siz birinchi o'rgatadi sizga. Bu yerdan aytadi applyerni bos yoki bunisini bos deb. Biz applyerni bosamiz. Ustiga bir marta bossak, mana ko'rishingiz mumkin, yangi oyna ochiladi. Xo'p. Bu yerdan yangi oyna ochilgandan so'ng ozroq kutasizlar. Taxminan 5 minut, 5 daqiqa kutasizlar. Bu yerdan chiqishni bosasizlar. Hozir menda ilovalar o'rnatilgan, lekin sizlarga nima chiqishini ko'rsataman hozir. Xo'p. Mana sizlarda mana shu ko'rinish bo'lib o'tadi. Xo'p, bu yerdan biz nima qilamiz desanglar, System app'ni bosamiz bu yerdan. Mana shu pastdagilar, mana shu hamda tepadagi ikkitasi yo'q bo'ladi, chunki tortib olganman men. Va bu yerdan Play Market chiqadi sizda. Play Marketni ustiga bosamiz. Bu degani kompyuterimizga yoki notebookimizga Play Market o'rnatildi 100%lik. Endi biz o'tnani bosamiz. Biz Google account kiritishimiz kerak bo'ladi. Google account kirish juda oson, hamma bilsa kerak. Bilmaydiganlar uchun kerak bo'lsa kommentariyada qayerdadir xato ketgan bo'lsa yozib qoldirsangiz yordam berib yuboraman. Bu yerdan xohlagan bitta DLS account, ya'ni Gmail kiritasiz. Aynan DLS accountingiz Gmail bo'lsa juda yaxshi bo'ladi. Hamda sizda shu oyna ochiladi. Gmail kiritganingizdan so'ng va bu yerdan biz DLS deb yozamiz. Bu yerda siz o'rnatish chiqadi. Masalan, shuni DLS deb tasavvur qilsak, install chiqadi. Installni bosasiz, o'rnatiladi. Keyin ko'rishingiz mumkin, notebookimizga, ya'ni kompyuterimizga DLS o'rnatiladi. Bemalol kirib o'ynashimiz mumkin bo'ladi. Juda oson, hech qanday qiyinchiligi yo'q. Qayerdadir kamchiliklar bo'lsa, yo bo'lmasa o'rnatilmay qolsa, kommentariyada yozib qoldiring. Qayerda xato ketgan bo'lsa, men o'zim kommentariyani shaxsan o'zim o'qib, qayerdadir xato kelgan bo'lsa, tushuntirib yuboraman. Hozir men akkauntimga kirib olay. Mana hozir kirmoqda. Sizlarga yana bitta narsani ta'kidlab o'tishim kerak. Play Market ochilgandan keyin xohlagan narsangiz, PUBG Mobile, DLS, FK Mobile hamma o'yinlarni ko'taradi. U kompyuteringizga moslab. Meniki MCAP Player. O'z notebookim nomi ham MC Alpha 17. Ancha yaxshi, xotiralari hammasi shunga bexato qotishlarsiz ishlaydi. Sizda sal qotishi mumkin, lekin bunga e'tibor bermaysiz, ehtimol deb.
e'tibor bermaysiz. Mana do'stlar, shu bilan sizlarga qanday qilib DLS o'rnatish hammasini atiga qancha 5 daqiqa, 6 daqiqada o'rgatib o'tdim. Juda oson, hech qanday qiyinchiligi yo'q. Qandaydir kamchilik bo'lsa kommentariyada alohida yozib keting. Men shaxsan o'zim o'qib, sizlarga javob qaytaraman. Sog' bo'linglar. Aytgancha videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esinglardan chiqmasin. Xayr.